Ingliz buyuk dramaturgi Shekspir tomonidan 1603-yilda yozilgan deb taxmin qilinadigan va 1604-yilning 1-noyabr kunidan ilk bor sahnalashtirilgan Otello tragediyasi haqida ko'pchilik adabiyot muxlislari eshitib ulgurgan. Uning zolimligi mening jonimni olishi mumkin, ammo hech qachon muhabbatimni o'zgartira olmaydi. Yagoning hiylasiga chuv tushgan Otello rafiqasi Dezdemonani bo'g'ib o'ldirishi shunchaki haddan ziyod rashk va mulohaza qilmaslik natijasida ro'y bergan. O'zi kichik, ammo oqibati katta xato edimi? Fikrimcha yo'q. Dezdemonaning o'limi shunchaki bir insonga bo'lgan ishonchni emas, balki insoniyatga bo'lgan ishonchni yo'qotish natijasida sodir bo'ldi. Otello hayoti ustuni bo'lgan qadriyatlarning asosi bo'lmish ishonchdan mahsuvo bo'lgach, o'z oldiga qotillik tarzidagi isyondan boshqa yo'l ko'rmadi. Yuzaki qaraganda rashk tufayli sodir etilgan oddiy qotillik bo'lib ko'ringani bilan bu fojiaviy harakat zamirida o'z hayot tizginini qo'ldan boy bergan, munosabatlardagi muvozanatni yo'qotishga duch kelgan qahramonning bu kabi tartibsizliklariga qarshi isyon yotadi. Otello isyon qildi. U pok muhabbatini toptalishga qarshi isyon qildi. Albatta, Otello uchun vafodorlik ilk qoida. Kishi xuddi Otelloga o'xshab kerak bo'lsa, o'zining butun boshli hayotini mana shunday qoida va qadriyatlarga teng ko'rishi mumkin. Hayot ahamiyatini belgilab beruvchi ana shunday muqaddas qoidalar buzilganda inson chorasiz ahvolga tushib qoladi. Axir butun boshli hayotingiz muayyan bir qadriyatlar tizimiga asoslansa-yu, siz ularni toptalishga duch kelsangiz, qanday qilib odatiy tarzda yashashda davom etishingiz mumkin? Bu ilojsiz tuyuladi. Otello ham qotillikdan boshqa iloj ko'rmadi. Ammo aslida u haq edimi? Barchamizga ma'lumki yo'q. Otello adashdi. Uning soddaligidan foydalangan Yago o'z manfaatlarini ko'zlab uni aldagan edi. Shekspir inson ruhiyatining nozik tomonlarini ochiqlar ekan, nafaqat ishonch va sadoqat eng muhim xislatlar ekanini, balki insonning ezgu xislatlarini uni o'ziga qarshi ishlatish orqali uni batamom halokatga uchratish mumkinligini ko'rsatib berdi. Tragediya nafaqat sadoqat hamda vafo, balki ishonuvchanlik, aldov va qasos masalalarini ham birdek qamrab oladi. Bu yerdagi muammoni bir necha bosqichlarda kuzatib tahlil etish mumkin. Agarda faqatgina Dezdemona yoki Otelloni emas, balki muhabbat hamda hayotga bo'lgan ishonchni halokatga ishora qilayotgandek tuyulaveradi. Aziz kitobxon, ushbu ma'lumotlar sizga Otello tragediyasini o'qishga oz bo'lsa-da hissasini qo'shgan bo'lsa, kitobni o'qib chiqasiz degan umiddaman.